Salom do'stlar. Bugun rakiyda qolamiz. Korotchiga biz xohlagancha yurish o'ynaymiz kerak. Salom to'g'ri. Menda dom yo'q. Bo'lsa beraman. Soqqalash uchun. Seni puling bormi o'zi? Soqqalash uchun qayga ketdi? Yo'q bo'lsa kerak. Qo'rqib ketding qo'limdagini ko'rib. Menda temir qilich bor. Toshliyan kirka bor. Qandaydir ajoyib. Ha, kon topdim. Shekeli. Qandaydir kimga kon. Qolay emas, kon unda 1000 barobar yaxshiroq bo'ladi. Qayta temir top qo'llarimiz bosdi. Просто любой narsa bilishimiz. Xo'sh, qidiraylikchi biron narsa bordir. Yo'q. Balkim sahroda bironta qishloq topib olarmi? Nega sahro bo'lsa kerak? Meni o'zlaringiz eshitib turgan shekilli. Nima balo endi? Bu nima endi? Men bu kimlar qo'ygan? Nima qilib kimdir bomba qo'ygan bu yerda? Biron narsa bordir u yerda. Nima balo eski portlab ketgan tog'mi? Bu yerni men portlatmaganman. Meni ayblamanglar. Ataylab shunday qilib qo'yib, like to'plash uchun shunaqa qilgan demanglar. Men aldayotganim yo'q. Rostdan ham bu ishni men qilganim yo'q. Bu qaysidir ahmoqning ishi. Yo'q, men onlayn o'ynamayapman. Bo'lmasam friend bo'lganida menga aytgan bo'lardi bu. Qani qaraylikchi. Bu yer nimadan tushayotgan ekan? Qayerdan? Bu yerda tog' bor. Bu tog'da qanaqadir iceberg bor ekan. Hozir tushib ketsam, o'limim aniq bo'ladi. Menda qum yo'q. Hindiston vaqti nimadir bo'lganda aniqlash uchun hozir menga blok kerak bo'ladi. Ha, kirakas. So'ng kerak. Toshli kirkada qazyapman. Nega tosh arang olyapman? Nega yaxshi? Tepagizdan qo'ya qolaylikchi. Bu xavfsiz degan keldi. Ancha ko'rinur ekan o'ylayman. Xush, holati nega qor bor ekan? Kimdir bu yerga qor. Wow, chiroyli. Shunchalik katta joyda men nima o'ylayapman? Qilishim mumkin. Menga yoqayapti bu yer. Xullas bu xohlagancha o'ynashimga bu yerda nima narsa bilishim mumkin. Yana bir bor ishonch hosil qildim. Nima? Bu tovuq bechara. Bu tovuq qarshi keldi. Indinga qutqaraman. Salom tovuqcha. Seni umringda hazm bo'lmasligi uchun nariga tovuq qutqarasan. Bu mening ishim emas. Korotchiga menga yoqyapti bu yer. Shuning uchun loy bilan yopib tashlayman bu yer. Men bu yerga xo'jasiga o'ynash uchun kelganman. Bo'lsa xohlaganimcha o'ynayveraman. Men yer bilan bu yerni yopib tashlayman. Korotchiga. Bakir esimdan chiqdi. Bakir kerak bo'ladi. Bu yerda zombilar spawn bo'lmasligi uchun. Men bu yerga daraxtlar fabrikasini qurib yuboraman. Ha. Voy. Endi esa faqat mana daraxt. Endi eng qiziq bu daraxtdan menga qarab tupurgan. Eng qizig'i men sandiq yasashim kerak. Va sandiq uchun nima yetmaydi.
yerga sandiq yasash uchun bizga verstag ham kerak bo'ladi. Sandiq uchun yana 5 bo'ldi. Men yetish imkoniyati bor. Agar energiya ko'proq bo'lsa, ha. Men bu yerga uy quraman. Birinchi sandiqqa barcha narsalarimni qilib olay. Toshni pastdan olib kelaman. Qizil. Sandiqchalarni yo'q. O'lishimga shuni yechib qo'yishimga ikkita bo'ldi. O'lib ketarim cho'g'im. Nari ravoni bilan. Yaxshi. Endi hozircha hech narsa yo'q. Lekin bo'ladi qachondir. Umid qilamanki. Men hozircha daraxt fabrikasini yasamoqchiman. Uning uchun men daraxtni tugatib tashlashim kerak. Menimcha bu daraxt tugayapti. Umri tugayapti. Tushibdi. Hech bo'lmasa daraxtdan birontagina narsa tushsa bo'ldi. Yo'q. Daraxt tushdi. Bu ketishmoqchi bo'ldi. Qo'shmaroqda akasi tupurgan. Daraxtga bu daraxt ertagacha ko'karib chiqishi kerak. Keyin shug'ullanaman bu daraxt. Hozircha esa men qabullab qo'yaman. Qancha uzoqqa daraxt qo'ysam shuncha yaxshi. Menga bu bo'lib kerak. Qarachiga do'stlar. Kanalimga obuna qilib qo'yinglar. Ikki yagona videolar o'zimdan ko'rasizlar. Men bu xorli joy yo'qmayapti-da. Men bu yerda avvalo tekis olishim kerak va yerga baza qurib olishim kerak. Mana yoqqa ham qo'yib olaman. Men butunlayga pastlatmoqchiman bu yerni. Agar pastlatsam ancha yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Ko'rdilar boshqa qayerda bo'lganimni. Zo'rlar. Hozircha men bu yerni to'liq qazib tashlayman. Endi fakir ham qo'ygan edim. Oxirgi fakir deb o'ylagandim, bu yerda fakir bor ekan. No yaxshi. Hozircha biznes klassdamiz. No. Umarım yapmayacağım belli. Yok, burada. Bu formayı yapıyor. Yok olay. Alayım. Yaxshi do'stlar. Endi yetarlicha aniq blok bor. Bu yerni yanadan kattalashtirish kerak, lekin menda zo'r g'oya paydo bo'ldi. Agar men bunday qilib bu yerga qazsam, bu yerga baza qurish ancha osonroq bo'ladi. Bu baza menga yoqmayapti. Shuning uchun bu baza
Endi qaytib chiqishimga to'g'ri keladi do'stlar. Ko'rib turganinglar. Shabalonni pastiga qoldim. O'lmay, faqat o'lmay. Iltimos. Ha. Xudo shukr, qutulib oldim bundan. Chiqishim bilan hamma joyga fakir qo'yib tashlashimga to'g'ri keldi. To'lin ochiqqan kechada avatardek kechada qolib ketdi kechada avatarjon kechada qolib ketdi. Nega shuni o'ylamadim? Короче, jichchig'im qo'lga qo'shimchasiga ovqatim ham yo'q do'stlar. Boyagi bog'lari ko'rgandinglar. Manimcha ular tushib ketmagan. Qaysi taraf deydi ular? Umid qilamanki, ular hozirchaga shu atrofda. O'zlari halok qilmagan bo'lsalar. Nima balo bo'lib, meni qornimga tushdan qo'rqishganmi? Kechasi ertalabida chiqaman. Hozircha meni shuncha yer bor va men yana qaytaman. Do'stlar, hozirchaga videoni to'xtataman. Like bo'lsa obunalik qilinglar. Erkinlik, Minecraftda erkinlik. Hech qanaqa shartlarsiz oddiygina yurish videosini ikkinchi qismini ko'rasizlar.